Toshqanchaqning yangi kiyimi. Bir kuni Omaq Toshqanchaqning anasi uningga bir qur yangi kiyim ep beribdi. Bu kiyim Toshqanchaqqa qo'ymi yarishibdi. Toshqanchaqmi bu yangi kiyimni to'limi yaxshi ko'rib qapti. Kechda uxlaydigan chaqda Toshqanchaq bu yangi kiyimni chiroyli qatlab yostig'ining qishig'iga qo'yib uxlabdi. Ertasi uyg'onibla yangi kiyimning bor yo'qligiga qarabdi-da, uni tezla uchisiga kiyibdi. Nashtadan keyin Toshqan ana debdi: "Balam, tushlik tomoqqicha talog'iga chiqib, do'stlaring bilan o'ynag'in." Toshqanchaq sirtqa chiqib do'stlariga qatilib o'ynabdi. Mahalladagi kichik do'stlar har kuni turli qiziqarli o'yinlarni o'ynaydi ekan. Shu tap ular shundoq berilib futbol o'ynayotgan ekan. Biroq Toshqanchaq top o'ynamay yonga chiqibdi. "Toshqanchaq, sana nima bo'ldi? Bugun hajab top o'ynamay qapsan-ku?" deb so'rabdi Mozay. "Bu kiyimni opam yangi eppagan. Top o'ynasam kiyimim maynat bo'lib ketadi" deb javob beribdi Toshqanchaq. Futbol o'ynab yerib ketgan shokichiklar eriq yeniga kelib seg'izlay o'ynabdi. Kichik do'stlar laydin har xil shakllarni yasabdi. Biroq Toshqanchaq balalar bilan birga o'ynamay yonda qarab turibdi. "Toshqanchaqqa nima bo'lgandi? U bugun boshqacha bo'lib qopti" deb so'rabdi Kirpijon. "O kiyimim maynat bo'lib ketmasin deb biz bilan o'ynag'iz kelmadi" debdi Mozay. Bu gapni anglab Toshqanchaq intayin o'ng'aysizlanibdi. Gerçi uning do'stlariga qatilib shundoq o'ynag'iz kelsa-mu, biroq yangi kiyimni avaylab yanada bir chet qarab turibdi. Tushlik tomoq vaqti bo'pti. Kichik do'stlar uylariga qaytibdi. Toshqanchaq uyga kirib ustalga qarasa, u eng yoqtirib yeydigan savzidan etilgan tomoqlar turg'idek. Savzi halva. Savzi xo'rdaq. Savzi turmal. Toshqan ananing qo'li guljumu. Biroq Toshqanchaqning tuyuqsiz ishtahasi tutilib qopti. "Ana, tomoqni kechda biroqli yeysan bo'lamdi" debdi Toshqanchaq. "Sana nima bo'ldi? Bir ayran bearam bo'lyapti" deb so'rabdi Toshqan ana. "Yo'q, mijozim bor. Tomoq yeysam, ehtiyotsizlikdan kiyimimni bulg'ab qo'yamanmikin deb ansirab shu." Buni anglab Toshqan ana kulib ketibdi. "Qaraganda bu yangi kiyim sana xo'shallik emas, balki ancha-muncha azoblarni elib kelgan o'xshaydi. Kepandan qaraganda atiganda yoqi sirtimi yaxshi o'ynayolmaganda qilasan. Shundaqmi?" deb so'rabdi Toshqan ana. "Shundoq bo'ldi. Kiyimimni maynat bo'lib ketmasin deb futbol o'ynamadim. Loy bo'lib ketmasin deb eriqdan jiroq turdim. Bugun talada o'ynagandekmi bo'lmadim" deb javob berdi Toshqanchaq. Toshqanchaqning bu amroq kiyimi uni o'zining amroq o'yinlarini o'ynashdan, amroq narsalarni yeyishdan to'sib qo'yotadi. Yo'q, bundaq desak bo'lmag'idek. Toshqanchaqning bu kiyimga bo'lgan ehtiyotchanligi uni bearam qilyotadi. Shuning bilan aqlli Toshqan ana Toshqanchaqqa savrchanlik bilan tushuntiribdi. "Jonim balam, qarasining o'moqligini. Lekin bundaq qilsaq to'limi charchab ketasan. Men qara. Biz qarindosh qalamlar bilan xat yozamiz. Xat yozayotganimizda qarindosh qalamlar hupraydi, xo'raydi, oxiri tugaydi. Kiyim-kechaklarmi maynat bo'ladi, ko'nraydi, keyin kaygili bo'lmaganda tashlandi. Sening hozirgi vaqting xo'shal-xo'ram o'ynab cho'ng bo'ladigan mezgiling. Sen bu dunyoga qandaqdir bir kiyimning maynat bo'lmasligi ham ko'nrab ketmasligining oldini olish uchun tug'ilmading balam. Xotirjam o'yna. Kiyim maynat bo'lib ketsa, jusoq bo'ladi." "Rahmat jonim opa. Gapingni anglab, xili yangillab qoldim" debdi Toshqanchaq. Tushdan keyin Toshqanchaq sirtqa chiqib o'ynabdi. Bu qatam u kiyimning maynat bo'lib ketishidan faqat ansirmabdi. Nəhayət xoşal oynabdı. Toshqanchaqqa kichik do'stlar bilan o'ynagandek xo'shallik, hatto yangi kiyim erishgandek xo'shallikdanmi ortiq tuyulibdi.